ikkitasi urushib qoladida. Misol uchun qaynona kelin deb tushuntirayin. Kelin aytadi, bir amakisi dori sotadiganda, menga dori yasab bering, ondan yo'qotmasam bo'lmaydi deydi. O'lsin shunman deydi-da. Xudodan qo'rqmaysanmi? Alloh taolo kim va man yaqtul mu'mina mutaammidan Qur'onda eng qattiq jazo shu oyat kelganda, kim mo'minni o'ldiradigan bo'lsa, uni jazo joyi jahannam dedi. Fajazahu jahannam, uzoq qolib ketadi. Xolidan fiha. Alloh g'azab qiladi, la'nat qiladi va unga alamli azob bor degan. 5 ta jazo kelgan. Kim mo'minni qasddan o'ldirib qo'ysa, bo'lmasa o'zim o'ldiraman, dori yasab berasiz, yo o'zim o'ldiraman dedi haligi odam. Keyin dori yasab berdi, faqat dedi, qizim dedi. Shundayki bu uzoqroq ta'sir qiladi. Masalan, 3 oydami, 4 oydami ta'sir qiladi. Shu oyda ichida sendan ko'rishmasin, sen zo'r bo'lib ketib bunman dedi. Hali dushmaningman zo'r ino bo'lginki, sendan gumonsirashmasin. Dori yasab berdi. Haliginga ichirdi. O'sha 3-4 oyda ichida shunaqa ino bo'lib ketdi-da. O'zi bilmagan holatda shunaqa ino bo'lib ketdiki, haliginga borib yalin dedi. Men bilmabman, ayb o'zimda ekan dedi-da. Jon amaki, menga antidori bermasangiz bo'lmaydi deganda, qizim senga oddiy shakar beruvdim. Ayb kimlarga tushundingmi men degan.